Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun kunimizga 16-mart dushanba kunimizga mana bu mashinaga qilingan ishlarni. Oching uni. Xo'p. Kapalak bo'lib ochiladigan varianti bo'lsa, orqalarini ham oching. Ko'rishlarim mumkin. Yon bortlari ham ochiladi. Bemalol yon bortlarni ham ochib qo'ysa bo'laveradi. Yon bortlari ham ochiladi. Ochilish variantlari. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli, sifatli qilishni ham bitkazib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda. Ichlariga hech narsa kerak emas dedilar. Bo'lmasa faner bilan ashibga qilib beraylikmi desa, yo'q. Men yaxshi holat kerak deganlar uchun shunaqa qilib berdik. Onları ham, turushlari. Manzilimiz Marg'ilonda, chiroyli sifatli qilishni ham bitkazib beramiz. Xudo xolasa kelaverasizlar.